Mondayni dushanba, Fridayni esa juma deb tarjima qilib ketamiz. Lekin bu ingliz tilidagi hafta kunlarini asl tarjimasi nima ekanligini bilarmidingiz? Agarda bilmagan bo'lsangiz, let's find out. Faqat undan oldin like va obuna bo'lishni unutmang. Ingliz tilidagi hafta kunlari juda ham ajoyib tuzilgan, chunki ba'zilarining nomlari bu sayyoralarga atab qo'yilgan bo'lsa, ba'zilari esa oldinlari ishonilgan xudolarga atab qo'yilib ketilgan. Ishonmayapsizmi? Mana qarang. Sunday hafta kuni sun ya'ni quyosh nomiga, Monday esa moon ya'ni oy nomiga, Tuesday bu Tiv yoki Tyr xudo nomiga, Wednesday esa Wooden yoki da Odin Norveg xudosi nomiga, Thursday Thor ya'ni momaqoldiroq xudosi nomiga, Friday Frigg Norveg sevgi va oila xudosiga va Saturday Saturn ya'ni Tim xudosi nomiga qo'yilib ketgan ekan. Juda ham qiziq, chunki biz bilgan oddiy hafta kunlari aslida o'zining tarjimasiga ham ega ekan. Qiziq, bizning o'zimizning o'zbek hafta kunlarimizning asl tarjimasi nima? Agarda bilsangiz, izohlarda qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Menda esa shu. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stingizga yuborishni unutmang.